Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, mini traktor ishqibozlari, akalar ukalar. Hozirgi ishlatgan narsamiz mini kombayn bo'ladi. Tayda ham pichog'i bor, ustida ham pichog'i bor, baravar ishlaydi. Ishlatib ko'rsatdik. Xudo xolasa kanalimizga kirsalaring, videoyim kombaynimizda ishlash jarayonlari ham bor. Yerda ishlashi, sholi, bug'doy hammasini videosini qo'yganmiz, yana qo'yamiz xudo xolasa. Hop, bunimiz qanday o'radi endi obzorni qilib beraman. Hop, ishlash jarayoni ham qanday bo'ladi, narxlarigacha tushuntirib o'tamiz. Bunimiz sholi bug'doylarimizni o'rib, donini alohida, hashagini alohida qilib, hashagini hattoki maydalaydi. Katta klass kombaynlarimiz qanday ish bajarsa, o'shalarimizni minisi bog'larimizni ichiga ko'pchilik hozir bog'dorchilik ko'payib ketdi, ya'ni sholi ekishyapti, bog'lar orasiga bug'doy ekishyapti, ularni o'rib, qiynalib yotmaysizlar. Mana bu kombayndan bitta olsalaring, bemalol boshqa o'rganlarda ham ishlarini qilib pulini chiqaraverasizlar. Bunimiz sepli bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Oldinda o'radi, o'rib, mana ko'rsatdik ishlash jarayonini. Xo'p, o'rib olib kirib ketadi va taydagi pichog'i nimaga qo'yilgan desalaring, bu pichog'imiz tayda qolgan bug'doy sholini, tanasini ham to'liq olib ketadi. U tayni bundan ortganini yotqizdirib ketadi. Bu tushadi pastga, hali tushadi. Men tepada turgan joyda ishlatib ko'rsatdim. Ustidagi pichog'i olib ketadi. Polni olib, sholini yo bug'doyni olib kirib, mana bu yerda kiradigan joyi bor. Olib kirib, mana bonkiri pryamoy bo'ladi. Bunda saqlamaydi. Katta kombaynlarga o'xshab tashlamaydi. Bu ajratib, xo'p, mana bu yerdan donini qopga pryamoy tashlab beradi. Hashagini mana shuni o'zidan chiqarib beraveradi. Chiqarib beradi va pastida mana bu yerda ajratadigan joyi bor. Ya'ni bug'doyni yo sholini, donini tozalab beradi. Endi qanchadir qismi o'tadi baribir, lekin effekt beradi. Juda ko'pchilik olyapti, effekt beryapti akalar. Effekt berishiga, ishlashiga, donini ajratib berishiga 6 oy, 1 yilgacha garantiya beraveramiz. Xudo xolasa ish beradi. O'tirib sidinalari bor, o'tirib minsalaring bo'laveradi. Tikka turmaysizlar, uzil kesil. Bu rollari bo'ladi. Bu bittasi richagi boshqaradigan. Mana bunisi oldindagi jatkalarini kombaynda ishlatish jarayoni. Ishlatadigan dastagi. Bunimiz motori bo'ladi, 192 motor. Воздушный havo bilan soviydi. Salarka, eng qizig'i salarka ancha baquvvat bo'ladi. Rasxodlari 1 litrga bormaydi. 1 litrga bormaydi. Balonlari sepli bo'ladi. Bu motor remi orqali harakatlantirib beradi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Narxlari akalar 71 million, 72 million aytyapmiz. Kamini qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Manzilimiz Toshkentdan Vodiyga kiraverishdagi o'ng qo'ldagi yangi magazinimiz Toshkent tomondan kelishdi. Oluvchilar videoning tagida nomerlarimiz bor, telefon qilsalaring, Telegramdan lokatsiyalarigacha tashlab beramiz, narxlarigacha to'liq gaplashamiz, to'liqroq ma'lumotni murojaat qilsalaring, xudo xolasa yetkazib beramiz.